Bugun remont ishlarimni chetga surdim-da, biroz uborka qildim. Dadam bir hafta uzoqda ishda bo'ldi. Kelishiga joy qilib qo'yib, zinamni kraska qilgandim esinglarda bo'lsa, o'sha yerga polos tayyorladim. Eski polosimiz bor edi, rangi o'chib, yaroqsiz bo'lib qolgan joylarini qirqib tashab, yaxshi joyini kesib olib, yuvib solib qo'ydim. 1-2 oy avval Jahon bozordan shu joyga va remont bo'lgan so'rilarga gilamlar ko'rib hisoblatib qo'ygan edim, lekin ayni paytga kelib remontlar tugaganda hecham borib olishga imkon bo'lmadi va shu eski polosni qirqib solish fikri kelib qoldi. Shu bilan endi umid qilamanki, plan-plani hech bo'lmaganda 2 kunda bir artaman. Bizda oxirgi paytlar suv tanqis, ariqqa umuman suv kelmay qo'ygan. Grantga bo'lsa 2 soatga kelyapti, lekin napor pastligi uchun zo'rga 5-6 paqir olyapmiz. Shunga polosda amallab 4-5 paqir suvda yuvib oldim. Uyizdagi grantdan 24/7 suv oqib tursa mazza bo'lsa kerak, suv tugab qoladi degan muammo bo'lmaydi. Mazza qilib ishlatasiz. Bizning uyimizda suvni zaxira qilish uchun hovuz yo'q, 200 litrlik bochkalarimiz bor. Shunga suv ketadigan ishlarni o'zim istagan payt qila olmayman. Xullas, menda shunaqa gaplar